Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Ukraina endi ozon omborlarini bombalashni boshladi. Bugun Ukrainaning mustaqillik kunida Rossiya raketa va dronlar bilan aralash zarba berdi. Kiselyov ustida qora bulutlar. Kreml Rossiya bir telekanalining taniqli targ'ibotchisini ishdan olmoqchi. Polsha, Rossiya va Belarus bilan chegaralarni yopib raketalar joylashtirmoqchi. Ukraina endi ozon omborlarini bombalashni boshladi. Bugun 24-avgust ko'tar kechasi Ukraina dronlari bir vaqtning o'zida Rossiyaning 3 ta hududidagi ozon omborlariga hujum qildi. Bu haqda Meduza xabar berdi. Qayd etilishicha, zarba Dog'istonning Maxachqal'a, Adygeyadagi Adygeysk va Stavropol o'lkasidagi Nevinnominsk shaharlaridagi omborlarga berilgan. Hujumlar oqibatida Maxachqal'adagi omborda yong'in chiqib, bir necha kishi jarohatlangan. Ozon matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Maxachqal'adagi logistika markaziga dron taxminan soat 5:00 da hujum qilgan. Kompaniya barcha tizimlar odatdagidek ishlagani va xodimlar tezkor ravishda evakuatsiya qilinganini bildirgan. Bir necha jabrlangan kishiga shifokorlar yordam ko'rsatgan. Ularning hayotiga xavf yo'qligi aytilgan. Omborda yong'in boshlangan va uning faoliyati to'xtatilgan. Ozon ushbu omborlardan yetkazib berilishi kerak bo'lgan mahsulotlarni vaqtincha vitrinadan yashirgan. Boshqa omborlardan yetkazib berish imkoni bo'lmagan buyurtmalar bekor qilinishi, sotuvchilar uchun esa mazkur omborga yangi mahsulotlar yetkazib berishlar to'xtatilishi ma'lum qilingan. Logistika yo'nalishlari esa boshqa obyektlarga qayta taqsimlanmoqda. Adygeysk va Nevinnominskdagi ozon omborlarda esa hujum xavf sabab xodimlar evakuatsiya qilingan. Kompaniya ma'lumotiga ko'ra, bu obyektlarda jabrlanganlar yo'q. Binolar va ularda saqlanayotgan mahsulotlar zarar ko'rmagan. Shunga qaramay, favqulodda xizmatlar ishlayotgani sababli har ikki ombor ham vaqtincha faoliyatini to'xtatgan. Adygeya rahbari Murod Kumpilov Taxtamukay tumanidagi ozon logistika markazi hududida hujum oqibatida yong'in yuz berganini ma'lum qilgan. Yong'inni bartaraf etishga favqulodda vaziyatlar vazirligi kuchlari jalb qilingan. Stavropol o'lkasi gubernatori Vladimir Vladimirov esa Nevinnominsk sanoat zonasiga yo'naltirilgan dronlar hujumi havo hujumidan mudofaa kuchlari tomonidan qaytarilganini bildirgan. Mahalliy rasmiylar hujum oqibatlari bo'yicha qo'shimcha ma'lumot bermagan. Shuningdek, Krasnodarda ham dronlar hujumi oqibatida xususiy bolalar markaziga dron qoldiqlari tushgani xabar qilingan. Krasnodar o'lkasi gubernatori Vinyamin Kondratovning aytishicha, hodisa oqibatida 2 nafar bola halok bo'lgan, yana 7 nafar bola va 2 katta yoshli kishi jarohatlangan. Bugun Ukrainaning mustaqillik kunida Rossiya raketa va dronlar bilan aralash zarba berdi. 24-avgust Ukraina mustaqillik kunida Rossiya navbatdagi ommaviy havo hujumini amalga oshirdi. Bu safar Rossiya qo'shinlari asosiy zarbalarni Odessa viloyatiga yo'naltirdi. Odessa viloyat harbiy ma'muriyati rahbari Alik Kiperning ma'lum qilishicha, Rossiya hujumining asosiy qismi oziq-ovqat saqlanadigan omborlar va energetika infratuzilmasiga to'g'ri kelgan. Shuningdek, xususiy uylar ham zararlangan va yong'inlar yuzaga kelgan. Peresipskiy tumanidagi hujumlardan keyin epitsentr gipermarketlardan birida yong'in chiqqan. Voqea joyiga davlat favqulodda vaziyatlar xizmat xodimlari yo'naltirilgan. Keyinroq 7-kilometr bozori hududida ham yana bir yong'in chiqqanligi haqida ma'lum bo'ldi. Omborlarga berilgan zarba oqibatida 5 kishi yaralangani ma'lum qilindi. Ulardan 3 nafari o'rtacha og'ir holatda shifoxonaga o'tkazilgan. Epicenter kompaniyasi ham 24-avgust kuni Odessadagi 2 ta gipermarketiga zarba berilganini rasman tasdiqladi. Ukraina qurolli kuchlari havo kuchlari ma'lumotiga ko'ra, Rossiya hujum vaqtida Qrimning vaqtincha bosib olingan hududidan 2 ta Onyx kemalariga qarshi raketa, Qora dengiz ustidagi havo hududidan 6 ta X-31P va X-59 boshqariladigan aviatsiya raketasi, turli yo'nalishlardan 143 ta shahid zarbdor dronlari, ularning 3 dan 1 qismi reaktiv versiyalari, Geran va Parodiya dron imitatorlarini qo'llagan. Hujumni qaytarishda Ukraina harbiy aviatsiyasi, zenit raketa qo'shinlari, radioelektron kurash bo'linmalari, dron tizimlari hamda mobil o't ochish guruhlari ishtirok etgan. Soat 9:00 holatiga ko'ra, Ukraina havo mudofaasi bitta Onyx raketasini, 2 ta X-31P va X-59 raketasini, 109 ta shahid, Geran va boshqa turdagi dronlarni yo'q qilgan yoki zararsizlantirgan. Kreml Rossiya bir telekanalining taniqli targ'ibotchisini ishdan olmoqchi.
Rossiya prezidenti administratsiyasi mamlakatning eng ommabop telekanallari. Rossiya 1da 2012-yildan beri hafta xabarlari dasturini olib borayotgan taniqli boshlovchi Dmitriy Kiselyovni efirdan chetlashtirmoqchi. Bu haqda siyosiy doiralar hamda huquq-tartibot organlari faoliyatini yoritadigan VCK OGPU Telegram kanali o'z manbalariga tayanib xabar berdi. Kuzatuvchilar Kiselyovni federal telekanal efiri orqali agressiv ritorikani ilgari surishda, yangiliklarni jurnalist etikasidan chiqqan holda dramatizm bilan yetkazib berishda ayblashadi. Ma'lum qilinishicha, yangi televizion mavsumdan boshlab uning o'rnini vaqtincha Yevgeniy Popov egallashi mumkin. U Rossiya Davlat dumasining sobiq deputati hisoblanadi. Kanal suhbatdoshlarining ta'kidlashicha, Kremlda Kiselyovdan norozilik kuchaygan va unga nisbatan bir qator e'tirozlar to'planib qolgan. Ular orasida Vesti Nedeli dasturiga tomoshabinlar qiziqishining pasaygani, boshlovchining ziddiyatli xarakteri, boshqa fikrlarga toqatsizligi hamda prezident administratsiyasi amaldorlarining tavsiyalariga quloq solishni istamasligi kabilar bor. Manbalar Kiselyov nafaqat efirdan chetlatilishi, balki 2013-yilda tashkil etilgan Rossiya Сегодня axborot agentligi bosh direktori lavozimidan ham chetlatilishi mumkinligini aytmoqda. Ularning so'zlariga ko'ra, targ'ibotchi keyinroq faxriy nafaqaxo'r sifatida ramziy lavozimga tayinlanishi mumkin. VCK OGPU manbasining aytishicha, 72 yoshli boshlovchi o'zi haqida tayyorlanayotgan qarordan xabardor bo'lib, bu uni qattiq ta'sirlantirgan. U Rossiya davlat teleradiokompaniyasining Yamskiy Poli ko'chasidagi bosh qarorgohida qora bulutdek qorayib yuribdi. Kiselyov o'zining intrigalar va chaqimchilar qurboni bo'lganiga ishonyapti, degan kanal suhbatdoshi. Dmitriy Kiselyov Rossiya targ'ibotchilari orasida eng taniqli yuzlardan biri hisoblanadi. Vladimir Putin uni 2013-yilda tashkil etilgan Rossiya Сегодня axborot agentligiga bosh direktor etib shaxsan tayinlagan. Polsha Rossiya va Belarus bilan chegaralarini yopib raketalar joylashtirmoqchi. Polsha zarurat tug'ilganda Rossiya va Belarus bilan chegaradosh barcha o'tkazish punktlarini to'liq yopishga tayyor. Bu haqda mamlakat mudofaa vaziri Vladislav Kasinyak-Kamishga tayanib Moscow Times xabar berdi. Vazirning so'zlariga ko'ra, Varshava Sharqiy qalqon dasturi doirasida o'zining sharqiy chegaralarida 1000 kilometrgacha bo'lgan masofadagi nishonlarni ura oladigan raketalarni joylashtirishni rejalashtirmoqda. Gap 1000 kilometrdan oshadigan masofada strategik va 1000 kilometrgacha bo'lgan masofada operativ tiyib turish haqida ketmoqda, deyiladi Mudofaa vazirligi matbuot xizmati xabarida. Kasinyak-Kamishning aniqlik kiritishicha, uzoq masofaga uchuvchi qurollar, jumladan Xomar-A yalpi o't ochish reaktiv tizimi Polsha qurolli kuchlari safiga kiritib bo'lingan. U shuningdek Sharqiy qalqon loyihasi milliy chegara doirasidan chiqib bo'lganini tasdiqladi. Dasturni amalga oshirishda Germaniya harbiylari qatnashmoqda. Tez orada AQSh, Buyuk Britaniya va Fransiya muhandislik bo'linmalari ham jarayonga qo'shiladi. Bu butun alyans o'ziniki deb qabul qilgan tiyib turish va mudofaa falsafasidir, dedi vazir. Uning qo'shimcha qilishicha, sharqiy chegarani mustahkamlash uchun taxminan 10 milliard yevro ajratilgan.